Assalomu alaykum. Bugun lahmajun tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib xamir qorib olamiz. 800 mg suvga 8 gram dro'ji, 5 gram tuz, 20 gram suxoy moloko solamiz. Un qo'shib yumshoqroq xamir qilib olamiz. Sizlar suvi o'rniga sut qo'shsanglar ham bo'ladi. Endi 125 gram yog' qo'shib yedirib olamiz. Xamirimizni ustini yopib, oshirishga olib qo'yamiz. Endi nachinkasini tayyorlab olamiz. 100 gram yog'ga yarim kilo tovuq go'shtini mayda to'g'rab qovurib olamiz suvi ketguncha. Ikkita katta piyozni ham to'rtburchak shaklida to'g'rab, uni ham qovurib olamiz. Endi ko'k va qizil bolgarskini ham to'rtburchak to'g'rab qovurib, ustidan tomat solib, ozgina tuz sepib olamiz. 100 gramgina suv quyib, dimlab qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqdi. Endi kichkina zuvolachalarga bo'lib chiqamiz. Zuvolachalarimizni ozgina yog'lab yoyib olamiz. Skоворodkamizni qizdirib, past olovda orqa oldini pishirib, qiymasidan solib chiqamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tayyor lahmajunga piyoz, seldir va limon sokini quyib, ruletga o'xshab o'rab, mazza qilib yeb olamiz.